way to the local police station. They want to ask for information about their missing relatives, who they have not heard from for several days. Protest marches are not really appreciated. Kalacaklar sola bassa, hayvan matını bası yol değil. Çıkan kırında işimiz yiyip bizden. Olmanga baydo. Olmanga baydo. Adıllık gerek. Ben bu can bakım edip durmadım. Adıllık gerek. Adıllık gerek. Yani deyme adıllık gerek. Benim beşimni kesse fakat ben ölüme. Başkalar ölmesi gerek. Hayat kılış gerek. İşte kovak gerek. 2009 yılı yüz bergen 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligining 13 yillik xotirasida dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur muhojirlari o'xshamagan shakllardagi faoliyatlar orqali bu motam kunini yod etdi. Bugün Ürümçi qirg'inchiligining 13 yılga to'shqan bir xotir kuni. Bu Sharqiy Turkiston xalqi uchun bir motam kuni, aynı zamanda aynı vaqtda yana bu bir erkinlik dastanının yazılganlığının başlangan bir kuni. Washingtondagi Xitoy elchixonasi va Aqsaray oldida o'tkazilgan namoyishlarda namoyishchilarning qo'llarida lapildigan ay yulduzliq ko'k bayroq hamda Xitoy hukumatiga qarshi to'langan shuarlar Uyg'urlarning Xitoy hukmronligini tan olmaslik irodasini, shuningdek Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan qarshiligining to'xtab qolmaydiganligini namoyon qildi. Shuning bilan birga Amerika jamoatini Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchiliklar haqida belgilik tushunchaga ega qildi. Namoyishchilar to'g'ilgan shuarlar orasida Uyg'urlarga ozodlik, Sharqiy Turkistonga mustaqillik, yo'qolsin Xitoy fashistlari degandek mazmunlar alohida o'rin oldi. Turkiya, Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya, Avstraliya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati tashkillagan har xil xotirlash faoliyatlari muhojiratdagi Uyg'ur yosh o'smirlarni 5 iyul Urumchi qirg'inchilik haqida ma'lumotlar qilish bilan birga ularning vatan va xalq tushunchasiga yangi mazmunlarni qo'shdi. Bo'libmi Sharqiy Turkiston mustaqillik marshi, Sharqiy Turkiston bayrog'i qatorliq simvollik mazmunlar bu faoliyatlarda doimgidek unutilmas temalardan bo'ldi. Bu xildagi namoyishlar haqida ilgari radiomizning ziyoratini qabul qilgan mustaqil siyosiy analizchi Ilshad Hasan bundaq faoliyatlar amaliyotda chet ellardagi Uyg'ur davosining kam bo'lsa bo'lmaydigan mazmunlardan biri. Chunki biz mushundaq namoyishlarni hamda muhojiratdagi Uyg'urlarning qarshilik irodasini tavlaydi. Shundaqla Uyg'urlarning Xitoy hukumatining hukmronligini e'tirof qilmaydigan an'anasini davom qildirish orqali o'zimizning Uyg'urlik burchimizni eng tuvan darajada bo'lsa-mu ado qila olamiz degan edi. Mesela mananki bazı iğnesini tutup ekirip gitti. Cimcit öyün aşı yolda aslında tatip edip gidip solup aldı. Yolda git bakın nurgulgan yaşlarını 40 yaştan tüven. Aşınaq biz qanday tinch yaşayalayımız bu dünyada. Bizning Uyg'urlarning o'lgani hech birisi öldürüp ölmem de Uyg'ur degan. Hada ko'cha dedi. Şinjan bizden Şinjan'da çıkasın dep o'quvchilar namoyishda oldu. Xantar masjid, Nensko masjid, aşu chet rayondagi masjidlarimizni chaqdi. Biz onu butxanlarga chaqilmasak, nemish bizning masjidlarimizni chaqdi. Mushnaq istaqmiz zidiyatni urg'uni chaqdi. Bizim jim to'maymiz.